Assalamu alaykum. Dostlar, yaxşımısınızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün bir alaydı bir tema üstüde toxtulup ötey dep oyladım. Bir 6 aydak boldu. Xitay Birlik Sepninki YouTube'da oxşamagan kanallarni açıp Uygurlarning tarixi, Uygurlar nereden geldi, Uygurlarninki genleri hakkında, anandakin muş kroran güzüli hakkında nurgullagan bir qısqa videolarni chiqarishga başladı. Ba'zan kanallarninki de Uygur, chiroyi Uygur, lekin açılgan yeri Hong Kong. Aşı Şangangdan, anandakin İşkirden, anadaki ba'zan bir adresi aniq olmagan yerlardan chiqib so'zlayotgan Xitoyim bor, Uyg'ur bor, Tojik bor, mushtaq bir kanallar ochilib qoldi. Buning ichida mumkin bo'lsa, hamda Kroran Guzili agarda shu bizning vatan Sharq Turkistondan chiqmagan bo'lsa, unimi hamda boshqa bir nima degisi bor, Xitoy degisi bor. Anadikin ba'zan bir yana bir yerlari bor, eliqi ko'ryotamsizlarki bilmayman, Xitoyning tinmay nima ishlaydi hozir. Burunqi xandonliqlarning uning buningki kinolarini ishlab tasqavatida hamda atlasni kiygizay desa sattirudi, bo'lmasa shoyi mushtaq kiyimlarni kiyib, bo'lmasa xay kiyib yuradigan haqqo Xitoy degan. Anandan keyin yana birsi qumul, ko'rla, turpan deki Uygurlarning chiroyi haqida to'xtalgan Xitoylar bor. Anadaki Moğollar haqida to'xtalgan Xitoylar bor. Uyg'ur tilliqlarning ichida shunday to'xtalganlari bor. Har bir ya'niki jo'grafiyalik alaylikka asosan odamning chiroyining shakli o'xshashmaydi. Norvegiyalarmi o'xshamagan yerlarniki, o'xshamagan taraflarniki janub shimollariga qarab o'tib, chochlarining rangidami farq bor. Anadaki Şivilərdə farq var Norvegiyalarda, Uygurlarning ham shundaq. Xitoydan boshqa millatning yuzida ancha-muncha o'zgarishlar bor, o'xshamaydi. Xitoy o'xshash yirtiq ko'z, andaq-mundaq deganlarni o'sha atrofda boshqa davlatlarmi, boshqa millatlarmi shanxo qildi-ku, mundaq deb turib. Bizninkilardami o'zgarish bor. Har qanday millatda o'xshamagan jo'grafiyalik alaylikka, klimatga qarab chiroylardami o'xshamaslik bor. Lekin nopusga qarasa Uyg'ur deb yeziqliq. Shu nopusni kamaytib, sonini azaytish uchun Uyg'ur tilliqlarni shuniga moslashib beryapti. Xitoyning kanallari bir mezgilda shu tashviqotdan keyinla u kanallar itilib ketdi, yo'qolib ketdi. Lekin bizninkilar uni davomlashtirdi. Xuddi hamjinis masalasimi Xitoylar orqali chiqdi, o'zbeklar orqali chiqdi, uyabiyalar orqali chiqdi, bizninkida anondan chiqdi. Paralel mengayotgan bir narsa ekanligini aniq bilgili bo'ladi. Xitoy Birlik Sepninki 11-chi boshqarmasi Xitoyninki nimaga mas'ul? Diniy ishlarga mas'ul. Diniy ishlar degan narsa qanday qiladi? Uyg'urlarning orasida diniy jidallarni, anandagi millat jidalini, anandagi yurtvozlik jidalini, uchi-puchini tarqitadigan o'rin. Paralel mengayotdi. Xitoyning YouTube kanallarida o'pmoqchi bo'layotgan temalar, anandagi YouTube'ninki tarix haqida, tarixninki ko'p taraflimigi deb turib bir kanal ochilibdi ekan. Ashuning ichidami Uyg'urlarninki gen to'g'risida so'zlagan videolar bor. Bo'lmasa izlanib ko'rib baqsanglar, undan chiqarib qo'yishimning mojidi yo'q amaliyotda. Ashu Uyg'urlarning bor tarixini yo'q deb qilish uchun Xitoy Mavzuning gapi bo'yicha bir millatning tarixini o'ziga unutuldirish kerak deb turib. Ular unutildirdi ham yo'qtidi. Uning uchun Xitoy o'zimi tashviq qiladi, Uyg'ur tilliqlar orqali, go'mpaylar orqali, chet elga chiqqan go'mpaylar orqali moslashib shuni yo'qotishga tirishadi. Mush yaqindan beri bo'layotgan ishlarga qarab, o'zing agar haqiqatan bir Uyg'ur bo'lsang, o'zingning onangni tillayotsa amaliyotchi, onangning opsini tillayotsa, opsini tillayotsa, Uyg'ur ishtinni sap yuradigan millat emas. Tarixdan buyon her bir millatda undaq-mundaqlar bor, lekin ularning hammasi Uyg'urga vakillik qilmaydi. Her bir davlatdimi payishlar va uchi-buchilar bor, ular butun bir millatga vakillik qilmaydi. Lekin bizninkilarda birni mingda ko'stish. Xuddi Xitoyga tekkanlar deganda, Xitoyga tekkanlarninkini o'ylab yiqinglar. Uyg'urning hammasi Xitoyga tekkani yo'q. Chet elga tekkani yo'q. Lekin Uyg'urning bir
2-3 nene apırıp mыңda köz tuş. Bəzən bir qeyirciyalar var ki, Xitayga tekkenlerinin işçidimi. Xitaylar urmaydı, Xitaylar ajraşmaydı. Hey, özünün xotununu pişirip yegenlerinin işçidimi Xitayның işçidi. Talay var, izdinip bak. Dep yezip koydum astığı kirip. Lekin bəzən bir adamlar var, özünün anağını tıllavatsa. Uyg'urning nopusini oz ko'zitish uchun hozir tirishayotganlar shundajik. Chet elda tirishayotidi. Agar shu qiningda Uyg'urning qini bo'lsa, onamni tillayotidi deb o'ltirib ba'zan narsalarni yozmaysa, so'zlamaysa. Lekin sen so'zlading. Balangniki chiroyiga qarab eqib, "Voy, bu aslida tegingda bir-birini mujmallik bo'xshamamdi" deb savolmi qo'yg'idak holatga. Lekin men ismingni chiqarmadim. 2019'da sen shundaq bir Uyg'ur degan yo'qdi, o'qdi, bo'tdi deb turib chiqargan. Trump'ninkimichi, prezident Trump'ning videolarında kesipmi taqtıdı, uzunmi taqtıdı, kesip taqtıdı. Kesip taqasanmı özüngni ağzыңdan chiqdimi? İyi bo'lsa. O'ylab baq. Eliq indigenous degandan-ki shakli o'zgargan tashviqotli hozirgi bo'layotgani. O qumulluqlar, ko'rliqlar, turpalliqlar deb o'ltirib. Ashlar hammasi Uyg'ur, kelimat o'xshamaydi. Xiyalarniki kelimatiga qarab turib, odamniki o'zining chiroyidimi o'zgarishlar o'xshamagan bo'ladi. Hammasi Uyg'ur, noposli Uyg'ur deb yeziqlar, shu noposni kamaytirish uchun o'ylab baqsam, 2018 dan tortib yutib ketgan, hozir yo'qolgan ba'zan bir tashviqotlar bor. Shu tashviqotning o'zgartirilgan nusxasi naq shu. Qumulluqni birimiga o'xshaydi, yana birimiga o'xshaydi, ko'rlilikni yana birimiga o'xshaydi. Oppaqni yana birimiga o'xshamdi, Uyg'ur u degan. Sen şu Xitayga o'zing Xitoy bo'lganliging uchun Xitoyga moslashib mush tashviqotni qilish beryapsa. Agar ahli azroqli joyida bo'lsa, ash kiroramni agarda ash Uyg'urdan tepilmagan bo'lsa, uni Xitoy deb yozg'ishyapti. Tarixingni boshqadan burmalayotsa, o'zing yaxshi tashviq qilish bersang, sen Xitoymaykimu? Sen o'zing Xitoy. Agar onangni Xitoy otlab etmaganli bo'lsa, sen Xitoyga moslashib turib, Uyg'urning nopusini oz ko'zitishga, anadagi Uyg'urlarga haqorat qilishga, Uyg'ur onalariga haqorat qilishga urinmagan bo'larding. Agar qiningda shundaqli bo'lmasa, o'zing bir aynak qarab baq, balangni o'ltag'izib turib, o'zing aynakka qarab baqqin. Sen Uyg'urga o'xshayotamsan, o'xshamayyotamsan. Qiliqlaring Uyg'urga o'xshayotamdi, o'xshamayyotamdi. Xitoy o'zining yo'q tarixini baqilib turib 5000 yillik deb ketdi. Hey, Manju, yana birimlarning ularning tarixini hammani yig'ib o'zining qilib turib turishyapti. Appaqni endi 5000 yillik tarixi bormi Xitoyniki? Uyg'urning tarixini akatdi. Uyg'urning ba tarixini yo'q qilishga urinayotgani sendeklar moslashib qilishyapsa. Agarda ozroq g'ururi bor odam bo'lsa, so'zlaydi, yozadi, ostiga yozayotgan qarindoshlardan shunda xush bo'ldim. Xitoynikiga kirib yozayotdi, Uyg'ur tilliqlarning ostiga kirib yozayotdi. O'ylab yiqinglar, g'ururinglar tegmanda. Vatanga berib kelib 15 kunlik bordigan yana birim bo'lganliginglar uchunlar hamma narsanglar zuvaninglar itilib ketmasin. Ozroq g'ururinglar qolsin. To'g'ri chiqib so'zlash hammadan so'zlash shart emas, hammadan yozish shart emas, lekin g'ururingni yutirib etma deb o'ylayman. Ba'zanlar var ayrımxonamda yezib ketibdi, "Oy, ben ko'rlilikdim, oy men qumulliqdim munda" debdi. Onda o'sha kirib yezinglar. O'sha kirib yezinglar. Menga nima ish deb bersizlar dedim. Men o'zimniki maydonimni ifodaladim mana. O'ylab yiqinglar, Uyg'urning qini, Uyg'urning sen o'sh vaqtida sen bormiding? Falan yillik tarixda Xitoy yezib bergan tarixni o'qiyotganing aniq Xitoyniki bilan o'sha o'qiyotsa, eliqi Odilay degan bir Uyg'ur tilliq var, bir yosh bir nima Şangangdan çıktı. Aşının kanalığı maxşı sözləvatsa, anaki Li Shimian Guan degenniki maxşı sözləvatsa, eliq Wang Shanshui degenniki oxşa sözləvatsa, 10 neç kanal var hazır, maxşış məzmunda. Bəzən məzmunlar aş birlik səpninki bir məzgil təşviqatı qılıb bolğandan yo'qab ketdi. Yo'qlar. Eşitimi chiqarmaydigan bo'ldi, tashlanib ketdi. O sizlarga o'tkazib berib bo'ldi o məzmun, o vazifani. Şunun bilan qopib chiqib so'zlab, men qomulning yana bir o'zing aynak qarab baq, ota-onangga haqorat qildingmi? Buni oppangga haqorat qilyapsa, oppangga haqorat qilyapsa, oppangning opasiga haqorat qilyapsa, opasining opasiga haqorat qilyapsa, ahling bo'lsa,
Uyg'urning qizlarini to'mpaytib qo'ygan yer bir qaysiniki to'mpaytib ko'rganmiding sen? Sening ochangni singlingni to'mpaytib qo'ygan bo'g'imidi Xitoy? Hozir degan aşağılığı çağata yezik doğruluqmı çıktı bir çağlarda. Ey işplaz sen köçəmi keşligini hemmeden bilidi köçürüp qandaq kimninkini köçürüp imtihandan öttün çıkarıp koyay desem yana. To'yitib qalma şu gepimni anglaplıcı çıkarıp koysam. Qağını özün tapalaysan meni kimni deganimni. Uyg'urning nopusini az ko'z tush uchun Xitoy har xil qilib baxtdi. Boz Xitoyning qinida, Xitoy qinava Uyg'urninkida. Yana bir mening qinava. Oy, tojiklar chiqib so'zlayotdi. Ay, o'ylab baq. Mushu yurtvozlik jidili o'zbeklardan baka. Xorazm, Marg'ulon, Laxlani kamsitdi ekanda Toshkentliklar. Andaq shanxo qilib o'ynaydi ekan. Lekin ular chonishib ketmaydi hech kim. Deb qo'ydi tugidi. Kimlarning shu jidallarni chiqirdig'ini ularni yaxshi biladi ekan. Ham jinslikini shunday qiladi ekan, ulardimi baka. Qozog'istonnikidimi shu vatanima Sharq Turkistondan chiqqan qozoqlar bilan ashadagi qozoqlar o'tirsidimi shu birsini bunday deb qo'ydi ekan. Hech kim chonishib ketmaydi. Lekin bizninkida tuproqning jidili chiqib qolmasin, tuproqninki bir tuproq egi chiqadiganlar bek jiqiyib ketmasin deb turib har xil jidalni chiqirdi. Buningga moslashayotganlar kimlar qarab baqsanglar bo'ladi. Tor orqali izlab topalaysizlar. Nimalar bo'lyotdi? Hozir dunyo vaziyatida butun dunyo xarakterlik o'zgarish bo'lyotdi. Xitoyninki iqtisodiy cho'kib nima bo'lyotdi? Tinmay pulni besib bu bozorga sog'ini bilan paxalliqning eshib ketishi nima ishlar bo'ladi? Qarab yiqanlar jiq davlatlarninki korxonalari chekinib chiqdi. Elik dajungchi çöning allama qaçan nima uchun chekinib chiqqani hergiz Xitoyniki voy palon qilib namoyish qilib turib chiqirib atdiq, oqibat huquqat emas. Tekshirib baqsang iqtisodda nima bo'ldi? Texnikada nima bo'ldi? Yetishmaslik bo'ldimi? Nima bo'lyotdi? Shuni qarab baqsa. Agar ahli o'sha joyida bo'lsa, biz ba'zan narsalarni oshmaymiz. Әбапты Uyghur үшін біз аусын пайды еткізіп қала маланыңки немелері дәптіп геп қымаймыз. Лекен, аш Uyghurны сестідіған, тей қалпығы кейгізідіған, bütün dünya өш болған нәсінің әммісіні Uyghur'ı допқып кейгізішке ұрыныватқан нетчің ба. Бірдін сөкемәдісем ішен, бірдін. Немеш қуатыса, азырақлы базаны қызытып болғандың кейінлі олтырып, әсілі yüzün çıqıvatıdı. Elik akademinin işi yügrep yürgen, elik diplomlu akademi taqtıdı o. Bilmeymiz emas. Bəzən nəsə Uyghur'a bək ziyan ekəmizə arlaşmaymiz. Özümüzün işini qılımız. Bək çıqqıvatqan işler. Bək bommay ketkende hay Uyghur mu ba miyədə dep qoyumuz. Yana qıl Yeni çıkımız. Bomba yerken ismini atap durup, işligen yerin, qeynapan, xotununu beqivağan, xotununu Xitaydan beqivağan bu. Hemiz çıkıdı şu. Jim oltasan qıssa. Qısıp olturup oltasan qısılıp qap qalsa. Bomuz çıkıdı şu. Aşında. Rahmet qeyrindaşlar, oylap beqanlar. Uyg'urning nopusini kamaytirishga as qo'shayotganlarga ostiga kirib bo'lib ochig'inglar kelgan bir belgini olsin besib qo'yinglar. Agar ahli o'shing joyida bo'lsa, Uyg'urning nopusini kamaytirish uchun hammani ajurtliq, majurtliq, anandekin oyaniki palonga o'xshaydi, mayaning pokonga o'xshaydi deb. Ey, balonga qarab baq kimga o'xshaydiki. Anandekin boshqalarga da Eğer özünün onanga hakaret kıvatsa, özünün Uygur'unu kemsizse, eğer hakikaten sen milletperver, hakikaten bir vatanperver, hakikaten bir Uygurluğun bolsa, Uygur'unu kemsizgenge hay deyse, köngülün ağrıydı. Uygur'unu kemsizce, köngülün ağrıydı. O vaxtıda o milletçilik yaraşkan buludu. Bomasa uyun o degen, oylap bak. Uygur'unu tılıs köngülün koşup git baramda, bir müşikki mi takıp koysa haq igi çıkıdı mayalada. Oylap bak. Eğer Uygur'unu tıllısa koşallık bilen yaşamsızlar kalsınlar. Ayalik mayalik de o kumulluqlarının kınıda avakken nimede
yana birsiniki de mavakan, yana birsiniki abakan. Xoşal bu kitemsizlar aşağı Xitayninki təşviqatı o birlik səpninki nopusunu az göstəriş üçün cidal uruq teriş, əxluşun cayda bası kallanı silkib etib durub, ma Uyg'urni nima qilyapti, dassayapti, boshqa ish qilolmasa, ma'ni olsun, nafratimni olsun bildiray deysa, aqlushing joyida bo'lsa, moslashib bermaysa, o Mongol vaka, yana bir vaka, voy jon. Ma chet elga chiqqan vaqtimdimi, 2018 yil Xalmurat Xoriy degandi, genni tekshirsangiz, onadagi erkin sidiq sizni ishlatadi deb. Voy, qattiq kechirsiz. Mening qinimda Xitoy chiqmaydi, boshqa birimi chiqmaydi, talatimga qarab beqing dedim. Erkin sidiq mening yenimda o'tirib baqsin, kimga o'xshaydi-ki erkin sidiq deb degandim. Ovozim bor turibdi. O'shib kep qilmayamdi. Ma'qul qarindoshlar, g'ururinglarni biroz izdan beqinglar, jumi savol qo'yib beqinglar g'ururinglarga, Uyg'urliginglarga qo'yib beqinglar. Rahmat sizlarga. Aman bo'linglar.